Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli musofirda yurgan aka-ukalar, hurmatli parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi? Oilalar tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Zo'r bo'lib yuravering, jonli bo'lib yuravering. Hamma vaqt uyingizda to'ylar, yaxshi kunlar, sog'lik, salomatlik bo'lsin aka-ukalar. Bugungi videomiz juda ham bir foydali bo'ladi degan umiddaman. İnkubator mevzusunu tanladik. Bir o'tgan kommentariyalardan, bir yaqindagi kommentariyalardan şu inkubasiya rejimi haqida aytib o'ting. Farqat aka degan savollar bo'ldi-da. Endi ayniqsa bitta ayol kishimiz yozibdi. Farqat aka, şu men ayol kishiman, xo'jalikka 1000 talik inkubator bo'ladimi? Şu haqida, şu inkubator rejimi haqida bir video qiling degan bir iltimos bilan chiqqanda, endi avvalambor ayol kishi bo'lgani uchun ham men quvonaman. Ayol kishilarimiz ham shu narsani endi katta 1000 talik, 2000 talik, 10 000 talik inkubatorlarni boshqarish uchun avvalambor elektrik bo'lishi kerak-da. Ben hozirgi kunda inkubatorima 7500 tuxum chiqadi. Bu tovuq tuxumidan. Xullas, endi bu texnika bo'lgandan keyin buziladi. Elektrik bilan bog'liqda buni ko'p yeri. Masalan, buzilganda siz elektrik qidirib, qayerda bor ekan usta, bunun ustası deb qidirib yursangiz bo'lmaydi. Bunu siz o'zingiz eng yaxshi tushunadigan elektrik bo'lishingiz kerak. Birinchidan. Ana shunda buni inkubatorni ishlatsangiz bo'ladi. Shuning uchun endi bu yerda savol bo'lgan 1000 talik tuxum bu xo'jalik uchun degan, xo'jalik uchun bo'ladi. Agar shu maqsadlaringiz katta bo'lsa, krupniy zanimatsiya qiladigan bo'lsangiz, bu albatta kamlik qiladi. Endi inkubator ishlatish uchun avvalambor shu yashaydigan yeringizda tok normalniy bo'lishi kerak-da. Masalan, krupniy inkubator ishlatsangiz, endi ko'p yerlarda tok past bo'ladi. Bu bo'lmaydi. Yaxshi natija bermaydi. Endi inkubasiya rejimine keladigan bo'lsak, hozir bu yerda tovuq tuxumlari, kurka tuxumlari, o'rdak tuxumlari nimasini mundarajasini qo'yaman. 1000 ta gapirgandan bitta aytgan nima ko'rgan yaxshi deydi. Shuning uchun mana bu tovuq tuxumi uchun belgilangan inkubator rejimi bo'ladi. Mana shunga e'tiborli bo'lib, shu narsalarga e'tiborli bo'lsangiz, shu tovuq tuxumlarimiz hammasi chotki bo'ladi. Aka-ukalar, opa-singillar. Mana bu o'rdak tuxumlari inkubator rejimi bo'ladi. O'rdak tuxumlarimiz ham masalan bular отдельный qo'yadi. Endi ko'p odam o'rdak tuxum, tovuq tuxum, kurka tuxum hammasini bir temperaturada qo'yadi, bir xil nimada qo'yadi. Bu albatta yaxshi natija bermaydi aka-ukalar. Mana bu bo'lsa kurka parandalarimizni inkubasiya rejimi hisoblanadi. Mana shularga e'tiborli bo'lib, vaqtida qarab shu narsalarni отдельный chiqarsak, bu yaxshi natija beradi. Endi bu yerda masala ko'p qiyin narsada, masalan kurka parandasi bor, o'rdak parandasi bor. Bularni отдельный krupniy paranda firmaxonalarida buni imkoniyati bor-da. Masalan, xo'jaliklarda bu qiyin narsa. Masalan, siz ko'p qo'ymaysiz. Masalan, 100 ta g'oz yoki bo'lmasa 500 ta o'rdak shunday qo'yish kerak bo'lib qoladi. Bu shu problemalar bo'ladi-da. Shuning uchun bu narsalarni shu отдельный o'zini ko'rsatilgan temperaturalarda qo'yib chiqarsak juda ham samarali bo'ladi. Aka-ukalar, opa-singillar. Endi
Telegram guruhumuz var. Aka-ukalar. Bu Telegram guruhumuza o'tsangiz, shu kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Parandangizni reklama qilib bepul sotishingiz mumkin. Kommentariyani boshida shu silkasini qo'yaman. Albatta o'tinglar, bu juda ham bir siz uchun foydali bo'ladi. Aka-ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sog' salomat bo'lasiz. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.